Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Akmal Norqobilov Sho'rchi tumanidanman. Hurmatli vatandoshlar, Musa payg'ambar Bani Isroilni Firavundan qutqaradi. Musa payg'ambarni izdan ketayotgan Bani Isroil birinchi bo'linishi da Musa, sen bizga oziq-ovqat bermayapsan. Firavun chisnak bilan non berardi deydi-da, bo'linib, birinchi bo'linishda bo'linib qaytib Firavunning oldiga boradi. Firavun bo'lsa vaziyatni biladi-da, chisnak bilan non uchun qaytib keldingmi deydi-da, bularni hammasini qirib yoradi, qaytib kelgan chisnak bilan nonga qaytib borganlardi. Keyin Bani Isroilni daryodan o'tkazib Firavundan qutqarib qoladi. Mana kinosini ham ko'rgansizlar, hurmatli vatandoshlar. Men uni oldinga batafsil gapirib o'tirmayman, qisqa qilib gapiraman. Bani Isroilni qutqargan Musa Allah bilan ikkalasini, Allah subhanahu va taolo bilan ikkalasining orasida kelishuv bo'ladi. Kelishuvda 40 kecha 40 kunda toqqa chiqib ketadi. Qaytib kelsa, Bani Isroil yana ikkiga bo'linib turgan bo'ladi. Ikkiga bo'lingani haligi tiladan haykal yasab olgan bo'ladi. Bu kinosini ko'rgansizlar, hurmatli vatandoshlar. Buni qaytarib gapirib o'tirishning hojati yo'q. Men qisqagina gapiryapman. Keyin Musa alayhissalom 40 kecha 40 kunduzdan keyin qaytib keladi-da, qarasa haykal yasab olgan bo'ladi. Haykalni buzib sindirib tashlaydi. Shunda yana ikkiga bo'lingan. Qarang, ikkiga bo'lingan Bani Isroil, ya'ni Yahudiylar-da hozirgi. Bular bo'linib ketadi. Musa payg'ambar Tavrat kitobni ko'taradi. Shu yerda ikkiga bo'lingan Bani Isroil, biri bo'linib bu yoqqa qoladi, biri Musa alayhissalomning orqasidan eradi. Bani Isroil, qarang, Bani Isroil 40 yil sahroda yurgan. Musa payg'ambarning orqasidan izlab yurgan payg'ambardi. Musa payg'ambar 40 yil davomida Bani Isroilga, Musaning orqasidagi yarib ketganlarga qarang, 40 yil bir vatan berilmagan, bir o'tiradigan mana shu joy sizlarniki, sizlarning vatanlaring deb joy ko'rsatilmagan. Qarang, 40 yil izdan yuradi. 40 yil davomida bir o'tiraqi joy belgilab bermagan Alloh subhanahu va taolo. Buni yaxshilab anglashlaringiz kerak, hurmatli vatandoshlar. Bu bekarga, bu oldin bobolarimiz gapirib berardi buni. Bani Isroil, ya'ni Yahudiylarning yer kurrasida bir vatani bo'lmasligi kerak, hurmatli vatandoshlar. Haliga bo'linib qolib ketganlar Tavratni qayta buzib yozib ganlar hozirgi Yahudi sionistlar, ya'ni hozirgi Isroil davlatini egallab olgan Yahudi sionistlar, hurmatli vatandoshlar. Bitta savol bor. Musa payg'ambarda orqasidan yarib ketgan Bani Isroilga 40 yil yurgan. Vatan bir joyda bir o'tiroq, mana shu yer vataning bo'ladi degan joyi yo'q. Qarang, ko'ryapsizmi? Alloh subhanahu va taolo Yahudiylarni Musa payg'ambar davrida vatan siqib qo'ygan. Vatani bo'lmagan bularda. Vatani bo'lmagan Bani Isroilda, ya'ni Yahudiylarda. Bular vatan qildi, mana qarang. 1940 nechinchi yilda beri vatan qilingandan beri, hurmatli vatandoshlar, mana shu hozirgi kungacha yer qurrasida faqat notinchlik paydo bo'ladi.
U oldin ham bo'lgan u. Leninni tayyorlagan bular, Stalinni tayyorlagan, Gitlerni tayyorlagan. Mana shu Yahudi sionistlar, shatanistlar, masonlar qarang. Leninni ham tayyorlagan, Stalinni ham tayyorlagan, Gitlerni ham tayyorlagan bular. Bularni tayyorlagan odamlar hammasi jollot odamlar. Islom Karimovni ham tayyorlagan. O'zbek xalqini qirin qilasan deb. Hozir o'ngacha uni gapirmayman. Hozir eng asosiy gapirayotgan masala qarang. Hurmatli vatandoshlar, Alloh subhanahu taolo Bani Isroil, ya'ni Yahudiylarning vatanini belgilab bermagan. Yahudi sionistlar, masonga xizmat qiladiganlar, tobutga to'nqaytirilganlar, oxiri oqibat nima qilaylik dedi degan bir vatan tashkil qilib Isroil davlati Falastinda o'lkasida, Falastin o'lkasida yer bersa, oxiri oqibat nima bo'lyapti? Mana hozirgi kunda ko'rayotganlaringizda, hozirgi vaqtdagi hurmatli vatandoshlar. Bejizga bu gaplarda oldin ilgari ham bobolarimiz aytib kelardi. Bobolarimiz, momolarimiz aytadi. Yahudiylarga vatan berilmagan deb. Yer qurrasida vatan bermagan. O'tirib biron joyda o'tirib bir joyli vatan bo'lishini belgilanmagan, berilmagan, hurmatli vatandoshlar. Bularga vatan berdi, haddidan oshib ketdi, hurmatli vatandoshlar. Mana ko'ryapsizlar. Bular shaytonning yerdagi, qarang, shaytonning yerdagi erkagi urg'ochilari bular. Yahudi sionist shovinistlar. O'ylamanglar, bittagina Isroilda bor, Amerikada bor. Yo'q, bizda O'zbekistonda ham bor, hurmatli vatandoshlar. Shularga itdek xizmat qiladiganlar bor. Mana kuni kecha mana 3 kunmi bo'ldimi, 4 kun bo'ldimi, mana qarang. Isroilning rejasi bo'yicha mana Eronga hujum qildi. Men 60 yoshdan o'tdim, bilganimdan beri Eron davlati biron joyga biron marta bir bostirib kirgan joyini ko'rmadim, eshitmadim. Biron joyda. Biron marta mana shu Eronda revolyutsiya bo'ldi. Revolyutsiyadan keyin Eron hukumati almashdi. Shu almashgandan beri Eron davlati Eronliklar bironta davlatga bostirib kirgan yo'q. Faqatgina boshi sanksiyadan chiqmay qoldi. Revolyutsiyaning bo'lishining asosiy sababi Eron xalqi, hurmatli vatandoshlar, Eron xalqiga berilgan Alloh subhanahu taolo tomonidan berilgan boyliklarni xalq o'zini qo'liga oldi. Olgandan keyin shu revolyutsiyada olgandan keyin nima qildi bular? G'arb davlatlari bu Eronga sanksiya e'lon qildi. 50 yillardan oshdi bularda sanksiyaning ichida yashayotganiga. Ammo lekin bir narsaga qoyil qolamanki, hokimiyat ham, hukumat ham boylikni teng taqsimlandiki, shu vaqtgacha hozir ham sabr toqat bilan yashayapti xalq. To'g'ri, bir chiqish qilib turibdi, u ham haliga Yahudi sionist shovinistlarning dam suvini ichganlar o'zlaricha bosh ko'taryapti. Ularni ham bosti qilyapti. Ko'zingni ochyapti, qayerga ishlayapsan deb. Mana endi mana qarang. Isroil davlati mana hujum qildi, Amerika bilan qo'shilib hujum qildi. Amerikaning hozirgi rahbari endi bu haliga shaytonning erkak urg'ochisi o'ptiradigan, tobutga to'nqaytiriladigan Epstein orolidan yaxshi tarbiya ko'rgan ekan, ana Donald Trump degani, uni xotini, bola chaqasi bilan shuni ichida ekan. Mana oxir oqibat Eron xalqiga hujum qildi, rahbariyatlarini o'ldirdi, generallarni o'ldirdi, ammo lekin xalq
ular o'ylagandek bo'lmadi. Biz uramiz, Tramp chiqadi, bizga qo'shilinglar deydi. Tramp chiqdi, bizga qo'shilinglar dedi. Ana bor shayton bashara Netanyahu chiqdi, bizga qo'shilinglar dedi. Sizlarga biz qo'llaymiz, quvvatlaymiz dedi. Ammo lekin xalq qo'shilmadi. Eron xalqi, Eron bor, Ozarbayjon xalqi bor, turklar yashaydi, turkmanlar ham bor, armanlar ham bor, Ozarbayjonni ham bor. Lekin qo'shilmadi, hurmatli vatandoshlar. Chunki nimaga uchun? Shu xalqni nonni, shu vatanning Alloh subhanahu va bergan ne'matni nonni teng yeganda ko'ryapsizmi? Xalq qanday birlashib ketdi. U o'ylagandek ularning shayton basharalardan, shaytonlardan, haligi shaytonning erkagi urg'ochisi Trampda, Netanyahuning gapiga iyarmadi xalq. Alloh subhanahu va taolo bergan ne'matga shukrona qilib yashagan xalq birikdi. Oyatulloh Humoyinning o'limidan keyin nima bo'ldi? Jihod bayrog'ini ko'tardi bu xalq. Men tasanno aytaman u xalqqa. Boshim ta'zimda Eron xalqiga, sabrli, toqatli xalqqa, birikib ketadigan xalqqa, vatanim, yurtim, Alloh bergan ne'matim degan xalqqa tasanno aytaman. Ko'ryapsizmi? Birinchi udarni qayta boshladi. Eron hukumati xalqi uryapti, qarsillatdi. Amerikaning bazalarini uryapti. Ursin. Amerikaning shu arab davlatlarida joylashgan bazalarini qoqshattirib tekislab tashasin. Men shu tarafdaman. Men o'zim fikrimda aytyapman, hurmatli vatandoshlar. Har qanday bosqinchi o'rinda ko'rishkilar. Ular shayton odamlari. Shaytonga sig'inganlar ular. Ana shu shaytonga sig'inganlarda shu arab mamlakatlarining boy davlat xalqi davlatlari pul bilan ta'minladi. Men Eron tarafdaman. Men zolimlar tarafda emasman, bosqinchilar tarafda emasman. Men mazlumlar tomondaman, hurmatli vatandoshlar. Buni 7-oktyabr G'oza xalqiga qarab hujum qilganda Isroil. Men shu vaqtida ham aytganman, O'zbekistondagi Isroil davlatining elchixonasini butunlay yopish kerak deganman. Shu vaqtida aytganman 7-oktyabrdagi hujumni 2023-yilda Facebook sahifamda Isroil davlatining O'zbekistondagi elchixonasini yopish to'g'risida taklifni o'rtaga tashlaganman, hurmatli vatandoshlar. Bu davlat, Isroil degan davlat bo'lmasligi kerak. Hattoki Isroillarda qarang, yahudiylarni ham softir, vijdonli yahudiylar borki, bizga davlat kerak emas ekan deb aytayapti. Sharmanda bo'ldik deyapti. Yahudi sionistlarning, shatanistlarning qilayotgan ishlariga baho beryapti. Hamma yahudi xalq ham yomon emas. Bular ana o'sha Netanyahuga o'qitilgan kitoblarni o'qiganlarni yomon ko'radi. Eron xalqiga, Eron davlatiga, eronliklarga Alloh kuch-quvvat bersin. Arab mamlakatlaridagi haligi shayxlarning butun neft zavodlari borki, konlarini ursin, qarsilatib ursin. Ular puli ko'payib ketdi, quturib ketdi ular. O'zining musulmon xalqiga qarab ishlatilayotgan pullarini mana Alloh jazolasin, jazo bersin shularga. Xoinlarga. G'oza xalqi ham musulmon xalqidir. Xalq.
Birtasi qarang, musulmon arab mamlakatlarining koalitsiyasi birortasi sen nima qilyapsan Isroil davlati deyolmadi. Begunoh qancha minglab, 100 minglab odamlar o'ldi. Deyolmadi. Alloh subhanalloh taolodan Ramazon oyining kunlaridan Allohdan bir narsani so'rayman, hurmatli vatandoshlar. Arab mamlakatlari puldor davlatlarini borku, shuni zavodini ham Eronliklar ursin. Kuch-quvvat bersin shu Eronlik xalqiga. O'zbekistonga keladigan bo'lsak, O'zbekistonda Isroil davlatining elchixonasini butunlay yopish kerak. Bu bir. Ikkinchisi, Isroil davlatida qarang, hurmatli vatandoshlar, bizni O'zbekistondan 250 nechta familiyasi ham bor ekan bularning. Ro'yxati bor ekan. Isroil davlatining hozirgi Isroil davlatining harbiyatida, harbiylar safida xizmat qilayotgan 256 tami 57 tami bor ekan. Bularda ikkita fuqarolik pasporti bor ekan. Ikkita davlatning pasporti bor ekan bularda. Ham O'zbekiston, ham Isroil davlati. O'zbekiston davlat xavfsizlik idorasi, O'zbekiston ichki ishlar davlatiga terrorizm bo'limi. Qayerga qarayapsan senlar? Bu yoqqa qaranglar. Men soliq to'lovchiman, men haqqim bor sizlardan talab qilishga. Prezidentning davlat maslahatchilari bor. Diniy ishlar bo'yicha. U yerda nima qilib o'tiribsan senlar? Odamlarni orqasidan poylaysanlar. Oliy sudning qarori bor, 1000 ga yaqin. Uni ko'rib chiqqan, bekor qilib tashlagan. Qisqa qilib chiqayapman, hurmatli vatandoshlar. Lekin O'zbekistonda hali tirik murda bor-ku, tirik murda senatorlar bor, deputatlar bor, 5 ta siyosiy partiyalar bor. Hurmatli vatandoshlar, 2026-yil bu yil muxolifat yili. Bu muxolifat yilini Akmal Norqobilov e'lon qildi butun xalqqa. Men e'lon qildim. Maqsad muxolifatchilarimiz ko'paysin. 5 million emas, 10 million, 20 million xalqimiz muxolifat kayfiyatiga o'tishimiz kerak, hurmatli vatandoshlar. Ammo lekin muxolifatchilarimiz bir narsani esdan chiqarmaydi, hurmatli vatandoshlar. Mana tirik murda senatorlar bor-ku, hammasini ismi, familiyasi, otasi, enasi, xotin, bola chaqasigacha tirik murda muzeyi ochamiz. Mana shularga tirik murda. Ularning otasi, onasi ham qolmaydi, qaynotasi ham qolmaydi. Tirik murda senatorlar muzeyi. Senator, deputatlar, 5 ta siyosiy partiyalar. Bular kiradi, hurmatli vatandoshlar. Tirik murda muzeyiga kiritamiz. Tarix kitoblarida, maktablarda o'qitamiz. Bahosi tirik murda deb qo'yamiz. Bizga unday xalq kelajak uchun mana shu narsani qilishimiz kerak. Nimaga uchun? Madohlarni yo'qotish uchun, hurmatli vatandoshlar. Bizga tirik murda deputatlar keragi yo'q. Madohlar ham keragi yo'q. Bularga muzey quramiz, hurmatli vatandoshlar. Tirik murda muzey quramiz. Bular ko'zi ochilmaydi. Yuraveramiz bo'lmasa. Hurmatli vatandoshlar, qisqa qilib chiqish qildim. Ramazon oyi barchamizga muborak bo'lsin. Hurmatli vatandoshlar, yaxshi izoh yozayotganlarga, yaxshi ma'no bildirayotganlarga, tarbiyalagan ota-onasiga mingdan rahmatlar aytaman, hurmatli vatandoshlar. Sizlar ham o'zlaringiz uzoq layklaringizni bosingizlar, xalqimiz ko'proq ko'rsin. Qisqa qilib chiqish qilyapman. Hurmatli vatandoshlar, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Yahudi sionistlarga la'natlar bo'lsin. Alloh Eron xalqiga madadkor bo'lsin. Amin. Allohu akbar.